Yaxshi, dada. Ko'pchilik, men qaytib keldim. Dadam kel. Dada, qaytib keldingizmi? Kayfiyatingiz yaxshi. Bolam cho'psan-ku, ha? Qani suv ichib. Rahmat, obdan o'g'lim. Dada, sizdan bir ishni o'tinmoqchi edim. Qani, gap o'zida avagin, ha? Mening yotoq uyimga bir televizor ep bering. Texacha uxlamabsan-ku. Dada! Tez kirib uxla. Yaqindan beri natijam pakli tushib ketyapti, angladingmi? Nimishqa doim o'sha gapni deysiz? Taşıyon, pek aşırıvetme. Ular aşırıvetdi. O'zlari o'ynab doim kech qaytib keladi. Çoğun adamlarning hammasi shundaq. Uxla. Shundaqmi? Men cho'ng bo'lganda hargiz undoq qilmayman. Natijamni tilga ilib, gapni yutkivetdi. O'zi aroq ichgan pulga bolalarga televizor epasi yaxshi emasmi? Men kelgusida bolamni hargiz o'qishga majburlamayman. Uningga qajdaydigan jiq pul berman. Bolamni tushundigan yaxshi dada bo'laman. Bo'ldi, so'zlarim san qandaq. Nim bo'ldi? Kelgusida bu xiyollaringni amalga oshiramay qolasanmikin? Meni ko'zga ilmayapsan? Men berib ko'rib boqay. Ney barsan? Kelgusi dunyoga berib 25 yildan keyingi o'zimning oliyjanob dada bo'lgan holatimni ko'rib kelaman. Dal mushiya shu. 13-binodagi 68-nomerlik uy. Shavshun, qalayimqa yugurma. Mening o'g'lim Shavshunku. Hozir soat necha bo'ldi? Qara bu bolani, nimishqa gap anglamaysan? Ha? Ha? Sen kim? Ha, men sening tuqqaning. Shundaqmi? Sen menga bek o'xshaydi ekansan. O'ynag'ing bormi? Shundaq. Bugun kechda muzika kechiligi o'tkaziladi. Shuningga qatnashmoqchi edim. Undaqda men o'rningda turib turay. Rasma? Baksat bo'ldi. Tuzit qilma. Buning hammasi omoq o'g'lim uchun. U bek xushal kayfiyati mangdi. Nima degan omoq? O'shundaq muloyim kuyimjon bolaning dadasi bo'lganim mening baxtim jimo. Men qaytib keldim. Men qaytib ketdiman. Menga suv bering, suv. Dadasi. Suv chiqing. Suv ichaman. Suv. Qandoqsiga bundoq bo'ladi? Shovshonning kundalik xotirasi, dada bo'g'ichi cho'qim bolaning ko'nglida nima o'ylaydigini bilish kerak. To'g'ri? Shunjoyning 9-kuni havo ochiq. Men dadamga sun'iy hamrohning modelini ep bering desam, dadam unimidi. Dadam bek pixsiqkan. 3-oyning 10-kuni natijam tushib ketgachga dadam tilidi. Dadamning deyishicha u burun doim 2-chi bo'lib ekan. Men uning gapining yolg'onligini bilaman. Amaliyot u keyindan sanagan 2-chi bo'lib ekan. Mening hozir cho'ng bo'g'im kelmay o'tdi. Shavshon. Texacha uxlamabsan-ku. Mush sizning oliyjanob dada bo'lganingiz kanda. Men sizga o'xshash Toshyo'q. To'g'ri, esimga keldi. Kichik vaqtimda kelgusidagi o'zim bilan ko'rishgan. U seni pek sig'dim. Kela undaq bo'lgan ekan, ikkimiz obdan bir ichishaylik, ha? Kela. Turing. Men aroq ichadigan odamga uyish. Men sizdan nihoyat bek umidsizlandim. Men tex o'zimni nihoyat qaltis odam bo'lamdimenkin deb o'ylagan. Kichik vaqtimda men shundoq iroda bog'lagan bo'lsam-mu, biroq cho'ng bo'lganda va'damda turolmabdiman. Kechirgan, meni kechir. Meningcha buningga amal yo'q. Hozir mening o'rnimda turib o'ylab baqqin. Burundan tirishmagan odamning cho'ng bo'lganda natija qozona olishi mumkinmi? Men hozir mag'lub bo'lib umidsizlik topdim. Mag'lub bo'lgan sari men shundoq umidsizlanaman. Kunda o'xshash ishlar takrorlanaverdi. Ammo siz zoda qachon oliyjanob odam bo'la olasiz? Bilmayman. Balkim bir umr mushundoq o'tib ketishim mumkin. Buni bilgan bo'lsam bu yerga kelmasganman.
Bundaq ümitsizlanib ketme. Gerçi hozircha ishlar shundoq bo'lsa-mu, lekin men cho'qim g'ayrat qilaman. His qildingmi? Ayolim bir yaxshi ayol. Shovshon gerçi kapsiz bo'lsa-mu, lekin o gap anglaydi. U nihoyatda o'maq bola. O ishkisi uchun men cho'qim g'ayrat qilib tirishiman. Undaqda bu ishlar uchun tushkilishib ketmaydi ekan sizda. Albatta, mening hayotlik yo'lim texi uzun. Haqiqiy baxtli turmushim endi boshlandi. Ha? Siz cho'qim g'ayrat qilib. Kelimiz g'ayrat qilaylik. Ha? Bo'ladi, men cho'qim tirishiman. Bundan keyin hargiz o'rinlik qilmayman. Har kuni tirishib dars o'rganaman. Biroq har kuni bunda qilaversam bak yerib ketaman. Kun orlab, yo'q, 2-3 kunda bir qatim darslarim tirishib yaxshi o'rganay. Qandoq? Mushundaqla davomlashtirsang cho'qim natija qozinasan. Balkim shundoq bo'lar. O'zi bomba yasab urush qilish. Apam kiyimlerining hammasi o'xshab qopti deb menga bu kiyimni epadi, chiroyliqmikan, ha? Bu kiyiming bakli chiroyli ekan. Sen modellarga o'xshab qopsan. Voy, jipi chiqib qopdi-ku. Shodingdan ketma. Buni meni urman deydi. Agar sen ketsam men uni toyog'i yeyman. O'tirib qolay. Bundaq deganing bilan mening qildigan ishim bor tursa. Ha, ketma. Ha? Bu nima? Sana tushundirgidek vaqtim yo'q. O'zing o'qib kelib olgin. Men mangdim. Oilada bomba yasash texnikasi. Hey, Toshung! Hey, Toshung! Ha? Kimimni yirtib etding? Men seni hergiz boş qo'yib etmayman. Xubodak. Nochi bo'lsang pastga tusha, eshigingdan chiqsanglar ko'girganda ko'zitib etaman. Biz askarlardan o'zimizni qo'g'daydigan bomba yasayli. Uning knopkasini bossaqla, u dushmanlarni oxirigacha yo'qotdi. Ha? Qarab boqaychi, uningga qaychi, betva va taxta tayyorlaydi ekanman. Bombaning ichiga qizilmosh, qarmosh, loy, seg'iz, qum degandek narsalarning qaysisini solsam bo'laverdi ekan. Bomba qo'yib bergan o'rinni dushman sezolmaydigan yoshirin joyga o'rlashtirishim kerak. Radar nishonni bekitgandan keyin knopkani bossaqli bo'ladi. Shuning bilan radar avtomatik holda nishonni izlaydi. Mushundaq qilsam bak yaxshi bo'lg'idek. Knopkani bossamla o'zimni qo'g'day olaydi ekanman. Voy, voy, og'rib ketdi u ablar. Og'rib ketdi. Ablar, hapsda oladigan bo'lsam. To'xta, meni tutib oladigan bo'lsam. Toshum, to'xta. Tutib oladigan bo'lsam, ko'ngilga ko'zitiman. Qap qarab tur, ha? Tutib oladigan bo'lsam. Qanikilar, men bu yerda tutmamsan, ha? Meni oldig'idek bo'ldingmi, texi? Qap qarab tur, ha? Men bu yerda. Bu shunchalik bo'lsa bo'la, ha?
Bu en ahır qıtımqısı. Xubodak, kendigen bir üyü. Acab derdim çıktı. Endi bu neço? Bayağı sen beni nime dedin? Ha? Bayağı da beni nime dedin Taşo? Au yedik. Bayağı nime dedin? Gitti o. Kanını uçup olsan yani bir digine. Ha digine. Fakat digili unumuzsan ben seni bir sevgitip koyay abla. Bu nime nersi du? Kanı digine bayağı beni nime dedin? Ha? Man kolay mı kan çakılıgıcı bomba? Nime devat sen abla? Beş. Tut. Üç. İki. Bir. Oy can. Neymiş ki bunda kız koyduray ben? Ben muhmudum. Neymiş ki bunda buludu. Hatalaşkan okşayman. Bunu yasaş menden kalı adamlar için pek tezgin. Başları seni şundan kalite iz kıkandım. Aslında mundar plana bakende senin. Abla. Şodingdan. Qaraganda sana nemini versen faydası yokken. Ailedeki çiniktiriş üskünesi. Bugün hava bək yaxşıken. Bundaq yaxşı havada sırtqı çıqıb çiniqib kirsək bək yaxşı boladı. Daşyon qandaq dedim. Ornundan tura. O uxlab qapdı. Daim muşundaq qılıdı. Yaz gəlgəndən beri o yenili uxlavatıdı. Daşyon tez ornundan tur. Bundaq uxlavasan bulmaydı. Tez çıqıb çiniqib girəyli. Ornundan tura. Kepimki xorak bilen cevap veremsen. Onun bu işini herkes geçirgil bulmaydı. Amal tepip onu cezalışım gerek. Onun bu eski adetini çokum özgertdim ben. Toğra, bir yaxşı amal tapdım. Muşu nersi bilen o horun içini kırat çıkımen. Menin kuralımga karangla. Şadindan açıqlap çıkıp gitti. Lekin digini toğra, yakından beri pekatlı çınıqmayıvatı ben. Hiç bulmaganda sırtqı çıkıp kaltak topasım oynap kiray. Bu onu çiniqishga mecburlaydigan üsküne. Onunla sal işim ağrıvatıdı. Lekin karım yok. Buldum. Yürü daşım. Ha, o çıkıp ketipti o. O ne ketkendi o. Tüzüt qılmang, uyga kirib birdan o'ltiribmen. Endi sizni avar qildigan bo'ldim. Abba, bo'lmaydi, kirsanglar bo'lmaydi. Shodingdan nim qilganing bu? Mehmonga bu yerda tiqinma. Kirsam nemishqa bo'lmaydi. Agar sizlar kirsanglar, majburiy chiniqsizlar. Amisi yaxshi-ku, men chiniqishqa bekamira. Shundaqmi? Qinamsa uyga kiraylik. Undaqda avar qiladigan bo'ldim. Sal turib mendan og'rinmanglar. Nemishqa oldimizga mang'amaymiz. Bu degan serilmi koridor. Nima? Shunga mangsak yerni joyimizda turimiz.
Bütün koridor hareket qilib turg'achqa bizning kuchab yugurishimizga to'g'ri keladi. Tez yuguranglar. Tez yuguranglar, tez. Qo'ying. G'alba qildi. Shodingdan bu g'alati uskuna to'sib ketgan. Ma'qul. Kechiring xonim, oldingizda qamlashmagan ish bo'ldi. Hech qisi yo'q. Men rostala chiniqishni bak yaxshi ko'raman. Qani, o'ltiring. Shodingdan sizdan bu uskuna to'xtab ketgan. Qo'ladimni o'chirib bitay, to'xtab turing. Biroq bu uskunning surati bag'asini tezlashib ketyotidi. Oxiri to'xtadi. Bu nima? Bu palampayma. Azda qoldim. Oxiri chiqdi. Chiniqishim qolmadi. Men chiniqishni har qancha yaxshi ko'rsam, bu bak ishib ketdi. Kechiring, uyimizga yana kelasiz, ha? Nimada qachilmaydi? Nima bu? İçini bilmegen o'xshaysiz. Men ichib beray. Shodingdan, bu ishni aytayotgan. Badan chiniqtirish uchun u uskuna ishini ashundoq ig'ir qilib qo'ygan. 2 3 Mana hozirla. Voyjon, bek og'rib ketdi. Palampay tuyuqsizni tekshi bo'lib qopti. Bu qandaq palampay? O'ng'ul-do'ng'ul turdi-ku. İkinci qavatga chiqadigan boshqa amal yo'q. Oxiri chiqdim. Bu yerda yana bir o'rak turdi-ku. Endi qanday qilaman? Mush yerda sakrab tushandim. Bugun meni tazimi bir nasbasdi-ku. Qutqizinglar! Men tushib ketadigan bo'ldim. Qutqizinglar! Tangrim, taqtorni ekan bu. Qanday qilaman? Buni o'ynayamug'idakman. Qanday qilsam bo'lar? Zodlik qilammidim-ku. Agar tushib ketsam, boyanqi joydan qo'ydidan chiqadigan gap. To'g'ri, uchirish uskunasi bilan uchib chiqay. Endi bo'ldi. Oy, qo'rqib ketdim. Sizlarni besib olmaydi. Ig'irlik ko'tarishni mashq qilish uchun shunday qilib qo'ygan. Tezroq bo'lay, agar ishini tezroq o'rnatib qo'ymasam, o ishkisini besib olishi mumkin. To'xta, yerib ketibdi-ku. Bu qandoq narsa? Ko'nglim ilishib ketdi. Voyjon! Topdim. Arg'amchi bor ekan, Tag'rining ko'zi bor ekan, qutuldim. Voyjon! Bu qandoq ish? Tag'rim, beshim qiyib ketdi. Qandoq qilaman? Chiniqib qolmadi. Ishkobman taraf qarab kelyotdi-ku. Bugun meni nasbasdi. Yana falokatga uchirdim-ku. Orandasi ustiga chiqib tursam, bu qandoq bo'lg'ini? Tez chiqib kunukini o'chirib atmasam bo'lmaydi. Bo'ldi, ustiga chiqay. Endi uning ichiga kirib kunukini besirasammi bo'ladi? Shodingdan bo'ldimi? Bak ig'irkan, chiniqishim qolmadi. Oxiri uyni asliga keldim. Chiniqish haqiqatan bek yaxshi ekan. Sizlarga nima bo'ldi? Hammangga yerga yetibsizlar-ku. Bu salomatliginglarga yaxshi emas. Salomatliginglarga foydali ishlarni qilishinglar kerak. Bo'ldi, gap qilma. Men sening chiniqish qo'yish odatingni o'zgartirish uchun harakatni ko'p ishlayaptim. Hozir olimdan ketdim.